Assalomu alaykum do'stlar. Go'zallikni qaranglar. Shoftolimiz gullab, xudo xolasa bahorda ob-havosini beryapti-ku. Shunaqa mana. Tomon deylar. Xolasa. Yomg'ir chachin bo'lib, ob-havo yomonlashib ketmasa, bu yil xudo xolasa yaxshi meva soladi. Qaranglar, shuncha meva. Tushasa-ya, xudo xolasa. Uni navi boshqa. Gullaganda mana boshqacha gullaydi. Buni iloji bo'lsa abresga qorishgan ham bir qator. Keres shoxlarini olib siylalashtirib. Bular mana ot yoladigan. Shuna dishada, xalq tilida. Rosa chiroyli gullaganini qaranglar. Voy. Bunisi boshqacharoq. Bu ham katta bo'ladi. Razmeri kattaroq bo'ladi. Tuksiz bo'ladi lekin bu. Bog'ning ko'rinishi. Tomonda olmalar ham bar chiqarib gullashga harakat. Uni gulkurtaga o'xshayapti ishlar. Hamma bilmayman, lekin gulkurtay bo'lish kerak. Mana shular. Chunki gulkurtaylar olma nimasi bo'yicha, haligi kitobi bo'yicha deydi, 2 yillik, 3 yillik shoxni tanasidan chiqaradi degan ular. Gullaganlari bormikan? Ha mana. O gulkurtay. Yaxshi ko'rinyaptimi? Gullash. Pastdan. Ulardan ham mashina chiqsa kerak. Davolasa yaxshi. Natija yomon emas deydi. Mana. Bular nok. Hammasi gullar. Mana harakat gullashga ochilay deb qopti. Bugun ham ochilib ketadi. Vitaminlarni beramiz. Oqarib qo'ygan. Yilicha yaxshi qarashimiz kerak. Hosil saqlab qolishimiz kerak. Yana ham o'stirishimiz kerak. Do'stlar mana Xolasa bir yil olma ham yeymiz. Shoftoli ham yeymiz. O'rigimiz lekin qurib ketdi. Tagiga o't qo'yilgan. O't qo'yilmagan bu tomonda, огородimiz har tomonida. O't qo'yilgan, shamolda bu tomonga o'tib ketib qoldi. Men bo'lmaganman. O taylarda ham o't yaxshi bo'lgan. Hali chopib ulgurmagan edi. Qorayib ketgan, hamma joyi yonib. Eng qizig'i bizimiz qolib, har tomonga o'tib ketgan. Lekin shoftoli mana bu shoxlar qurigan hisobda. Mana. Ko'ryapsizmi? Bu yerdan lekin saqlanib qo'yganlari bor ekan. Bash chiqaryapti. Tomondagi yaxshi saqlangan. Olib o't ketgandan keyin dedi. Emchi gullabdi. Bo'lish ehtimoli kam, chunki mana nimjon. Shoftoli nima? O'rigimiz. O'sha bo'lsa kerak.
Keyingi yilga almashtirib yuboramanmi? Juda yaxshi meva qilmayapti bu. Meva sho'magan. Boshqacharoqda. Kelib ekamizmi? Yana yuramiz. Xullas shunaqa do'stlar. Aytgandek. Bu yil O'zbekistonda juda ko'p o'riklarimiz hosilni ushlab qolisholmadi, chunki o'sha sovuqni bilasizlar. Asa gullagan paytda -4 gradusga tushib ketib qoldi, lekin bizda o'rigimiz, mana shu o'rigimiz kechroq gullagan edi. Hisobiga, o'shani hisobiga. Hali endi gullayotganlar ham bor tomonda. Shu yerlarda ushlab qoldi meva. Tepa taraflarda ham ushlaganlar bor, lekin kam. Chunki tepa tomondagilar ertaroq gullagan edi. Mana fokusimiz yaxshilamadi. Mana ishlar hozir meva ushladi hisobda. Ushamagani to'kilib yotibdi. Ko'p ololmaymiz, lekin nasibga yarasha, lekin kamroq bo'ladi. O'zimizga yegani chiqib qolsa kerak. Nar tomonda o'rigimiz menimcha bu yil qilmasa kerak. Ushamadi ham hisobda. Bu erta gullaydigan edi bu. O'g'li shoxda hech narsa yo'q. Qurib ketgan. Shunaqa bor hosilimizga endi baraka bersin. Xudoning aytgani bo'lar ekan deydi. Mana bu yerda olmamiz bor. Ham gullashga shay turibdi mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.